Salom hammaga. MK Pros YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan MK Pros. Yangi boshladik. Yangidan birinchi videoni qo'yapmiz. Oldin ham video qo'yganman, zo'r prosmotrlar bo'lgan. Va yana video qo'yishga qaror qildim. Noldan ochib ketyapmiz kanalni ko'tarib. Mortal Kombat bo'yicha obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. O'zbekistonda blogerlar kam. Bemalol obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. Apple Let's Play'ga rahmat aytib qolgan holatda videoni boshlaymiz. Podpishkasi uchun pastga Telegram kanalini belgilab ketaman. Arzon narxda dushalar, arzon narxda ajdar toshlari farm xizmati kerak bo'lsa, bemalol Apple Let's Play'ga murojaat qilishingiz mumkin. O'zi olib beradi. Bu yerda menda random qolib ketgan ekan. 10 yillik munosabati bilan bu yerda Liu Kang tushishi mumkin ekan. Bizda Liu Kang X holatida, Kenshi menimcha yo'q, Milina ham bormi yo'qmi bilmadim. Raiden X sizlarni full degani, ya'ni Sub-Zero ham full, Sindel ham full. Bu yerda endi bizga ko'pincha Kenshi kerak. Scorpion full, Fujin ham va Shang Tsung MK1 ham. Bu yerda bizga Kenshi, Milina bo'ldi, qolgani full ekan. Bizda hammasi X sizlarni ekan. Yo'g'ini beradi degan umiddaman. Besplatniyni bosib ochib yuboraman birinchisini. MK Pros YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Apple Let's Play'ga aytganimdek murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol dusha narxlari bilasizlar, Mortal Kombatda o'ta ham qimmat va Apple Let's Play'da bu juda ham arzon. Pastda belgilab ketaman. Bemalol yozib olishingiz mumkin. Apple Let's Play. Keyingi videolarda video qo'shib ketishga ham harakat qilaman. Hozircha unaqa video ishlab chiqqanim yo'q. Pastga belgilab ketaman, o'tib yozib MK Pros nomidan deb ham yozsanglar bo'laveradi. Shu bolani reklamasidan ko'rib kelyapmiz desanglar bo'laveradi. Mana omadimiz keldi. MK1 Kenshi o'zimizda yo'q. Almazni beryapti, bizni xursand qilgan holatda Mortal Kombat. Tak, endi mana bu yerda qarab chiqasizlar. Dollarliklar faqat pulli, randommi yoki besplatno degani borsa, sizlarda ham ochilmagan bo'ladi. Keyingi qatorga o'tamiz. Bu yerda ham menimcha hech qanday tekin to'plam yo'q. Randomda ochib qo'yamiz. Mana bitta podarочный nabor bor ekan bizda. Dusha, ajdar toshlari kerak bo'lsa, Apple Let's Play'ga murojaat qilinglar. Ancha arzon. Yozib qo'ygan-ku mana $200. Bunaqa narx pas, o'ta arzon narxda farm qilib beradi. Ko'pchilik bilasizlar, reklama ham qilgan. Biz esa Open Pack'da Dragon ishlatishdan boshlaymiz. iPhone 14 Pro'da olyapmiz videoni. iPhone 14 Pro iOS platformada olyapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ozgina tashqarida shovqin bo'layotgan bo'lsa e'tibor bermaysizlar. Iloji boricha eshikni yopib shovqinni kamaytirishga harakat qilganman. Cameo'ga o'tamiz. Bu yerda yana 4 ta cameo qo'shilgan. Kriptada ham bitta Kuvanchi yo'q ekan, olishga harakat qilaman. Uni keyinchalik hozir biz naborda ochaylik. Birinchi dushali naborda bizga baytdan Injustice kerak ekan. Injustice o'ta kuchli jangchi, olishingizni maslahat beraman. Raidenimiz bor, bo'ldi. Faqat Injustice uchun ochamiz ekanda bu pakni. 5 ta 5 ta ochaylikmikin. 6 ta ochamiz, 5 ta 5 ta ochamiz. 4 marta ochsak 20 ta limitimiz tugaydi.
Nimaga unaqa deyapman? Faqatgina 20 ta ochish mumkin. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'llab-quvvatlab tursanglar, hali bundan ham zo'r videolar oldinda. iPhone'chilar обязательно like bosib qo'yamiz. Пропустить все qildim. Hech qanday bizga almas jangchisini bergani yo'q. Keyingi urinishimizga o'tamiz. Hali bu boshlanishi. Agar shu 5talikda ham unchalik omad kelmasa, 10 ta ochib olishimiz ham mumkin, ko'ramiz. Ochaylik, yana 5talik Injustice berishidan darak ham yo'q. Negadir Injustice bizga kerak, sizlarga ham qiziq buni chiqishi. Hozircha iPhone 4 Pro'da zo'r, hammasi joyida. Zarracha ham qotish kuzatilmaydi. Пропустить qilamiz. Bizda Raiden klassический bor, yana beryapti. X'li yanada turgan. Bizga Injustice'ni ber. Yana 5talik, 10 talik ochib olamiz. Bitta bosib ochib chiqamiz. 4,5 mingta dushamiz ketdi. Injustice uchun hozir общийda 9 mingtacha dushamiz Injustice uchun ketdi. Hech bo'lmasa bitta chiqib bersa zo'r bo'lardi, lekin shuncha dushaga yarasha video cho'zilib ketayotgan bo'lsa, keyingi videoga qoldirishimiz mumkin davomini. Birinchisi Liu Kang yana chiqmayapti bizga Injustice. Yana bitta ochishimiz, bunisida ham Burachu chiqmayapti. Keyingisi Kunsin. Omad kelmayapti. Liu Kang yana berdi, rosa ko'p berdi shu Liu Kang. Keyingi ochishimiz Burachu, yana Burachuni beryapti. Injustice'ni ber. Limitni yana 60 ta qilib qo'yishibdi, Dragon limitini 120 taga ham olib chiqishgan. Kung Lao negadir omad kelmadi, menimcha. Oxirgi ikkitaligimiz Injustice'ni ber, hech bo'lmasa bir marotaba bo'lsa ham degandim. Liu Kang ekan, u ham bizda full Injustice deb o'ylagandim, bermadi-ku. Dusha ber endi qaytarib, hatto 500 dusha qaytarib berdi, xolos. Spetsnazoviga ochamiz endi. Johnny Cage kerak. Bunisi ham, qizi ham, xotini ham, yana bitta xotini ham, Takeda ham kerak bizga. Almazlarni hammasi kerak ekan. 5ta ochaveramiz. 10 talik ham uncha menga qoniqtirgan yo'q. 10 talik ham wow rezultat bo'lgan yo'q. To'g'ri, endi Liu Kang chiqdi 10 talikda, lekin 5 talik ochganimda ham Raiden chiqdi. Injustice bo'lmasa ham klassik Raiden chiqdi. Hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda Apple Let's Play Telegram kanaliga o'tib bemalol buyurtma berishinglar mumkin. Bizga esa hech qanaqa almas jang tushmayapti. Hech bo'lmasa bitta almas ham berib xursand qilib qo'ysa bo'lardi har 5 ta ochganimizda. Bilmadim, sizlarga ochishni maslahat bermasam kerak. Dusha prosta jalka deb o'ylayman. Sizlarga o'zim ham bunaqa bo'lishini bilmagandim, shuning uchun ochish fursati beryapman. Atak sizlar o'zlaringiz qaror qabul qilasizlar. Dusha sizlarniki. Nima qilishni o'zlaringiz bilasizlar. Apple Let's Play'ga murojaat qilib dusha sotib olishinglar mumkin. Ajdar toshlari sotib olishinglar mumkin. Keyingi 10 taligimizda ham hech qanaqa bizga almazli jangchi bergani yo'q va xafa qilyapti. Bizni boshda aldab qo'ydi. MK
tekinga kenshini berib, hech bo'lmasa bitta ham almaz bergani yo'q 10taligimizda. Bizda esa 84 ming dusha qolyapti. Boshlaganimizda 97 mingtacha dushamiz bor edi. 20 mingtacha taxminan dushani havoga uchirib yuboryapmiz. Prosta hech qanday almas olib chiqib ketganimiz yo'q chunki. Davay endi ber bitta almas, hech bo'lmasa. Ikkita almas, gap yo'q lekin. Takeda Ronin, Sonya Blade xursand bo'ldik endi sal-pal bo'lsa ham achinmaymiz. Hatyobi ikkita almas Silianaga olib chiqib ketyapmiz. Zo'r, lekin yomon bo'lmadi. Udarni gruppa o'ta kuchli almas jangchi. Shu ham tushib bersa zo'r bo'lardi. Oxirgi 5taligimiz yana ikkita chiqib ber endi. Xursandgarchiligimiz bir yo'la xursand bo'laylik. Xursandchiligimiz yaxshi uzoqqa cho'zilsin. Ketdi keyingisi. Bosamiz, bitta ochamiz buni qani. Bunda cho'zilib ketar ekan. Joni ochib yuboramiz propustit qilib. Cho'zilib ketar ekan. Yo'q. Ikkita bo'lsa ham olib chiqib ketdik lekin. Tak, kristalga o'tamiz. Birinchisini bosamiz. Bu yerda Kabalni brutalitasi bor ekan. Bunisi Milinani brutalitasi-da, to'g'rimi? Milinaniki. Kabalnikiga o'tsammi, Milina Kabalga o'taylik, yangi narsa, sababi yangi. Yoki ketish kutilayotgan Milinaga o'taylik. Kabalga o'tsak ham bo'laveradi. Milinaga o'zi qancha o'tsak bo'ladi? 2 marta o'tsak tugar ekan-a? Milinaga ochaylik, 2 marta ochib qo'yaylik. Ajdar toshlari kerak bo'lsa va dusha kerak bo'lsa, Apple Let's Play'ga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Bizni 10taligimizda hech qanday epic bergan yo'q. Biroz bo'lsa ham tashqarida shovqin, videoni tugatishim ham mumkin. Bitta ochaylik, shunisi ham chiqmasa qayta ochmayman. O'zi hech qancha ham qolmadi. Hech bo'lmasa bitta Milinani brutalitasini berganda yaxshi bo'lardi. Oxirgi 10taligimiz berarmikin, bermasmikin, endi o'ylanib turibman. 60 talik Dragon limitimiz ham to'lgan. Propustit. Nima bo'lsa bo'ldi, video cho'zilib ketmasin. Hatyobi bitta epik o'zimizda yo'qni oldik. Qolgani esa bari neobishni. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosishdan esdan chiqmasin. Apple Let's Play'ga murojaat qilinglar. MK Prouz yangi boshlagan YouTuber nomidan yozdim, desanglar bo'ladi. Bemalol arzon narxlarda qilib olib beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Sizlar bilan MK Prouz bo'ldi, iPhone 14 Pro ochdik. Hammaga xayr, rahmat, sog' bo'linglar.